Sizlarga 32 sotuga sotilayotgan tabiatni ko'rsataman. Yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar. Mana buni qaranglar. Tashqari taraf 38-39 gradus issiq. Bu yoqda shunaqa 5-6 gradus salqinlik bilinib turyapti. Gap yo'q. Mana manzarani qaranglar, bog'larni qaranglar. Yo mashalloh, mana zonani qaranglar. Uyimizda ikkita darvozasi bor. Xo'p, mana bu qaranglar, katta zeleniy zona turibdi-da. Bu yoqni ham olgan odam yanada chiroyli qilib gullarni ekib, hammasini rayhon atirgullarni ekib chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi. Mana bo'sh turgan joy ko'rasizlarmi? Agar xonalarni hisoblasak, bir 16 ta, bir 17 ta xona chiqadi. Bu birinchi darvozamiz, ikkinchi darvozamiz bu yoq tarafda. Ana endi kelinglar. Menga yana bitta jihati, yoqqan jihatini sizlarga ko'rsataman. O'rtasini ko'rasizlar, mana besetkani suv to'ldirib, mana shu yerda kechki salqinni, o'zi salqin uyga hovliga kirganinglar, ko'chadan bittada kirasizlar-ku, shunaqa salqinligi bilinadi. Mana shu yerda suv to'lib, mana shu yerda oila davrasida o'tirishga nima niyat qildingizmi aka? Bitta like bosib qo'ying. Ana endi mana shu manzaraga shu odam bitta baho bering. Qarang. Ya mashalloh, inshaalloh har bir mo'min musulmonni niyat qilgan har bir insonga mana shunaqa uylarda ota-onasi, farzandlari bilan mazza qilib yashashlik nasibi ro'za aylasin. Hovlingiz bo'lsa, shunaqa bo'lsin-da, ayniqsa yozda issiq kunlar mana sharsharalarni yoqib qo'yib, suvlarning ovozini shirillatib o'tirishga nima etsa. Hozir men sizga bitta uyimizni qisqacha ko'rsatib beraman, keling. Bu yoq tarafdan ham ko'rsatib beray-da sizga. Mana buni ko'ryapsizmi? Bekorga aytmadim-da, tabiat sotilyapti. Daraxtlarni qaranglar, chiroyliligini. Ana endi bu go'zalligiga o'zingizlar bitta baho berasizlar. Uyimizni kirib kelish hol qismini qaranglar. Bu yerda kim ishlagan, haqiqiy professional o'z ishini mutaxassis ishlaganligi shundoqqina ishligidan namoyon. Men yana bitta narsa savol qiziqtiryapti. Mana bu lyustrani balandligini ko'ryapsizlar. Chang bo'ladi-yu vaqti kelib. Qanday artishar ekan? Shu kompyuterda javob berib ketinglar. Ana endi kelinglar, sizlarni bu uyimizni zal qismiga olib kiraman. Marhamat. Zal qismini qaranglar. Yo mashalloh. Bekorga aytmadim-ku, professional ustalar ishlaganda ham tiagalarni qaranglar. Bu yerda poke degan narsaga so'z bo'lish mumkin emas. Hammasi quyma. Bu yerdan ham balkonga chiqib ketsa bo'ladi. Eng asosiysi mana bu yerda qaranglar, o'tinlar turibdi-da, haqiqiy. Bu ishlatilgan, bu elektronniy emas. Haqiqiy kamilla qilingan, mazza qildi. Bu uyga kirgan odam o'zi boshqacha mazza qilyapti, bor. Niyat qilganlar bo'lsa, bitta like bosib, kimga mana shunaqa qasr uylarni ravo ko'rsangiz, o'sha eng yaqiningizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.